100 kvadratga qanaqa planovka, qanaqa dizayn qilsa bo'ladi? Tarsoyda joylashgan kvartiramizda kiraverush bizda koridor qismi bor. Chap tarafdan boshlaymiz. Bu yoqqa kuxonniy zona qilib berganmiz. Kuxonniy mebel, stol-stullar bilan joylab berganmiz. Kvartiramizda ikkita sanuzel bor. Umumiy sanuzel, rakyuina, unitaz, dushovlar bilan joylab berganmiz. O'rtada bizda spalniya zonamiz bor. Spalniya kravati, televizori, makiyajniy stoliki, shkaflar bilan ichida o'zini sanuzellar bilan qilib berganmiz. Dushovoy, unitaz, rakyuinalar bilan hamma sharoitlar bilan joylab berganmiz. Bu yoqda bizda 3 kishilik qizlar uchun detki spalniyamiz bor. Duxetajniy kravati, alohida yana bitta kravat qo'yib berganmiz. Oyna tagida рабочий stol, G-obrazniy qilib shkaflar bilan ulab berganmiz. Gostiyoy zonamiz, mexki zona, qarama-qarshi tarafda televizori, alohida bitta ochilib oladiganlik 6 kishilik stol joylab berganmiz. Koridor qismimizdan ham unumli foydalanib olganmiz. Bitta shkaf joylab berganmiz. Bu yoq tarafimizda prachkani joylab o'rganmiz. Ichida stiralkalar bilan hamma sharoitlar bilan qilib berganmiz. Daja uyga kirib chiqayotganda oynaga qarab chiqib ketadigan oynali zona ham qilib berganmiz. Dizaynerlik xizmatlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilaverasizlar.